Tayyor bo'lsanglar, biz narx tushirishni boshlaymiz. Faqat bitta sharti bor. Mana shu videoni ko'ryapsizlar, videoga bitta like-chani bosib qo'yasiz. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yasiz. Sababi keyinchalik yana ham zo'r mahsulotlar narxlarini tushirsak, voy ko'rmay qoldim, menga hech kim aytmadi deb afsuslanib o'tirmaysiz. O'zingiz Instagramingizga shundoq kelib turaveradi. Hozir tushiradigan mahsulotimiz pechonitsa bo'ladi. Hozir eng zo'r sotayotgan pechonitsalarimizdan bittasi bo'ladi. Bundan 2 oy oldin mana shu mahsulotimizni o'zim 40 ming dona sotganman, 25 ming so'mga narxini tushirib 2 kunda. Hozir yana 10 ming dona pechonitsamizga keldi. Ishoninglar, narxi nerealniy arzon. Ya'ni bizda faqat mijozlar yutadi aksiyasida narx tushyapti. Afsuslanasizlar, mana shu videoni ko'rib, mana shu mahsulotlarni olmasanglar agar, mana shu pechonitsalarimizni ko'rishingiz mumkin. Eng zo'r sotilayotgan pechonitsamiz bo'ladi. Shishalari mana shunaqa tiniq, zarlari sifati juda ham zo'r, xudo xolisa. Bor yo'g'i 1-2 dollar, ya'ni so'mda 14,5 ming so'mdan sotuvga chiqdi. Voy, nima deyapti 14,5 ming? Aynan mana shu dimolog'i shishasini tiniqligini qaranglar bularni. Bor yo'g'i bunisi 18,500 so'mdan sotuvga chiqyapti, 1,5 dollar atrofida. Lekin ishoninglar, mashitni bori sipirib olib ketadigan joyi, har bitta mijozga 10 donadan beramiz, sotuvchilarga bermaymiz, foydalanib qoladigan joy. Videoni ko'ryapsizmi, sirazi kelmasangiz bo'lmaydi, sababi tugab ketish ehtimoli juda ham katta bir kunda. Foydalanib qoladigan joyi.